Hürmetli vatandaş bugünkü leksiyelerimizde, muhakemelerimizde başlayımız. Leksiyede Sedaka Ciruzi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 6. ayının 4. günü yaptığı Seyşembe vatandaş. Bugünkü leksiye yakın muhakeme dige vakti evvel şundak bir cümlene oturup koyayla vatandaşa. Devletle ara diplomatik münasebetlerde bardı kelde bulup durdu. Bazı münasebetler ciddileşkende diplomatik münasebetlerimiz ciddileşip durdu. Bazı münasebetler yaxşınlaşkı yüzlengende şundakla müetedilleşidi o diplomatik münasebetler. Endi biz şundak dep oturgan vaktimizde yaki üzümüz dikkat kılıp durduğun devletle oturuşki münasebetlerine. Özümüzün düşünüşü dairesi de vatandaşlığa sözlep kelivatımız. Bugün endi karan azı birinci haberimiz lege Türkiye deniz pilotunun harbiy parxoti Tayvan boğazını öttü. Şerh götürüldü, garip çöktü. TVBS video film 6. ayının 4. günü yuttu. Bir yerde şerh götürüldü, garip çöktü. Bu reisi Jinping'in sözü. Endi vatandaşım. Bir yerde azı TVBS tenete eddi. Yani kinaya arkalık Cunanxay reisi Jinping'i körüstü otamda kandak. O da geldik. Nait Irak'taki yani Küçük Asya'daki Türkiye bu devlet hazır harbiy parxodni haydab Tayvan boğazını öttüydüse buna TVBS Cungo'ga darıtmalıgan ya kinoya qiladigan boludu deb mi tushundik. Endi uni da qaytib o'zimizning maydon turib tahlil qilib boqayli vatandaş. Bugün 4. 5. günüdür Türkiye Tashqi ishlar ministri Hakan Fida efendi belki plan boyunca icra kılıngan bolsa bugün 4. 5. günüde Ürümçi ve Kaşgar Katarlık Uygurustan şehirlerini ziyaret kılıdı iken vatandaş. Belki ziyarette buluvatkan buluşu mümkün. Bunun da bir cümlede şundak ispat yaptı. Mesela Uyguristan'ın Ürümçi, Kaşgar şehirleri İslam dinini kabul kılış devirdeki büyük şehirler. Ya ki İslam şehirleridir degendek bir gizgetini kıptı. Bu yanda tarihten şu vaxtda devlet kurgan Sultan Buğrahan devriden bişaret birivatkan buluşu mümkün. Lekin kısqısı azı Hakan Fidan Türkiye Tashqi ishlar ministrinin bu qatimki Beijing ziyaretideki söz ibarılarda çekit ve sual so'roq mundash deganlarda burunqi qaraganda sal o'zgarish bor vatandaş. O'zgarish deganda sal konkretlik bor. Shundan keyin andin sal keskinlik bor deb aytayli. Sözlerinin hammasini tushunayli. Şuna düşüneyli, tuyuksuzda hazır endi Türkiye'nin Tashqi ishlar ministri Ürümçini Beijing'ni ziyaret kılıvatkan muşundaq bir peyt Türkiye deniz pilotu harbiy parxodining Tayvan boğazıdan ötkenligi bu bir sahne siyaset. Yaki komediyelik siyaset mi ve yaki devletler ara özara birbirine küçüğünü körüstüp koyduğun hareket mi kandak? Ben düşünemedim vatandaşım. Bırak bir yerde bir meseleni otururuz. O ne dediniz? Desiniz biz başta ettik o. Bardı keldi münasebetler devletler ara bolup durdu dedik. Yakında sizlerge haber kıldık, sözüldük. Reis Xi Jinping Arap devletlerine 22 devletlerine digidek asasen. Çanşanlarını çakırgan keşke hesap koy. Devlet başkanı Beijing'e yığıp Beijing'de Cungo Arap dünyası yaki Arap devletleri münasebeti doğrusu yığın açtı vatandaş. Endilik hazır anlasak bunu Otur Şark meselesi değil, Arap bilen Cungo münasebeti Otur Şark meselesi değil. Endi hazır Hakan Fidan Türkiye Tashqi ishlar ministri Beijing'ni ziyaret kılırken onun kaynidin keladigan ish Reis Xi Jinping Türkiye'ni ziyaret kıldık.
Reis Xi Jinping'in Türkiye'ni ziyaret qilishi uchun o'rinlashtirish elib bor ekan. Sizga bir savol qo'yib qo'yayım. Mushu kunda masalan davlatning ichki qismidan aytganda, Jungo uchun aytganda, davlatning ichki qismidagi ziddiyatli iqtisod va boshqa munosabatlardan aytganda, Jungo Kompartiyasi anda G'arb bilan bo'lgan munosabat bir kun turoqlashib, bir kun muqimlashib, bir kun bir so'z bilan, ya'ni jiddiylashib degidek. Mushundaq turayotgan bir paytda Reis Xi Jinping'ning Turkiyani ziyorat qilishidagi majburiyat nimadi? Yanala O'rta Sharq masalasimidi? Tunigan O'rta Sharq masalasini arablar bilan so'zlashib bo'ldi. Bu qatam O'rta Sharq masalasi Turkiya bilan. O'rta Sharq masalasi degan asosli Hamas bilan Isroil o'rtasida to'qinishni Turkiya bilan so'zlashmoqchi bo'ldimi? Türkiye'ni ziyaret qilishdi, yana boshqa masalalarni o'rtaga chiqamdi, qo'ylamdi degan gap. Vatandoshlar. Oxirida sizdan o'ylanishingiz tegishli bir jumlani, ya'ni shunday aytib qo'yayki, bu yil 3-oyning 7-8 kunlari Türkiye Tashqi ishlar ministri Hakan Pida Amerika Qo'shma Shtatlarida ziyoratda bo'ldi vatandosh. Esinizda bo'lsin, bu yil 3-oyning 7-8 kunlari Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Pida Amerika Qo'shma Shtatlarida ziyoratda bo'ldi. Oradan 3 kun o'tdi Hakan Pida Tashqi ishlar ministri Turkiyaning bugun Urumchi ham Beijingda ziyoratda bo'lyapti. Bu masalamiz tugadi endi vatandoshlar. Xulasa, bu xulasını kim chiqadi? Yana bir xabar deyli. Bu xulasını kim chiqadi? Bu xulasını Ronyan Efendi. Ronyan Efendi hozir oktib qoldi. Inchki nozik so'zlayotdi bu kishi. Nim deydi bugun? Jin chiroqning meyi kuyib tugudi. Hurmatga sazovor kishi mushu yoz ichida o'yinning cho'ng'i boshlanadi. Yanınızma? Xulasa, jinchiroqning meyi tugudi, kuyib tugudi, Jungoda jinchiroq kuyib tugudi. Hurmatga sazovor kishi, bu hamda ogohlantirish xarakterida qo'yilgan jumla hamda. Enin keyinde mush yoz ichida o'yinning cho'ng'i boshlanadi. Ronyanning nazari 6-oyning 4-kuni yutib. Mush yoz ichida hozir 6 oy ketdi deyli. 6 ay ketdi emas, 5 ay ketdi. Endi qag'ini aytgan vaqt 4-5 ay mush yoz ichida deyli. O'yinning cho'ng'i boshlanadi. Bu to'g'rida Ronyan nima debdi desangiz, yanala iqtisod ahvolini tahlil qildi. Iqtisod ahvolini tahlil qilish siz bilan bizninkidek anandan keyin buni tanqidlagan bir jumla hozirsan Tayvan bilan bo'lgan munosabatda Tayvanni Jungoning iqtisodini Tayvanning iqtisodini Jungoda ayirib etdi. Mushu mazmundagi hikoya ekan. Endi buning yana nima asosi bor bu to'g'rida to'liq fikr qo'yilmabdi bu nima bugungi so'zlaganlik ishida. Bekar xulosa degani qaradi, xulosa deb o'tirib qo'ygan mavzu mushu vatandosh. Endi yana bir xabar vatandoshim, tarixdagi 3 yillik ocharchilik yetib keldi. Yetib kelayli deb qoldi. Jungoga tarixda yuz bergan 3 yillik ocharchilik yetib kelayli deb qoldi. Partiyaning halok bo'lishidan qo'rqib, Reis Xi Jinping chorlarni o'ylashga boshladi. Büyük chorlarni o'ylashga boshladi. Umid Sadosi televiziyasi 6-oyning 4-kuni YouTube. Bunun da Reis Xi Jinping o'ylab topgan chorlar nima ekan desangiz, davlatni planlik iqtisod tuzumidagi yoki ayni vaqtga sotsialistik ramkaga ilish. Buningda 2 maqsadga yetish. Biri Jungo fuqarolari jur'at qilib bankadan qarz ololmaydigan nuqtaga yetish. İkincisi, Jungo fuqarolari bankada omonat qo'yib, omonat qo'ygan pulini bankada ololmaydigan nuqtaga yetish. Mushu nuqtaga yetgan vaqtida ondan hozir yetib kelayotgan tunugunlardan dedik-ku, pul muomala krizisi. Kichik doirlik va cho'ng doirlik pul muomala krizisidan saqlanish.
Bulupmu bankalarning egir ahvolda qilishidan saqlanish. Mana bu şarlarni qo'llanganda Rais Xi Jinping o'zi his qilib yetgan banka pul munosabatlaridagi, pul muomala munosabatlaridagi, obrot va tijorat munosabatlaridagi mush halqadagi ziddiyatlik yoki xatar deb qaragan narsaning hammasi asosligi ikki yo'ldan cheklab qolish. Gapning uzoyi davlatga tayinib olish yoki davlatdan qarz olib turib, ya'ni davlatning ulini qo'llaydigan mush darajaga yetdi degan gap Jungoning tasavvuri, kompartiyaning tasavvuri. Chunki pul topgan odam yavash bo'lmaydi, hargiz yavash jimjit o'ltirmaydi, masala topadi, ishlaydi deb qo'rqayotgan gap vatandosh. Biroq kona odat idea bo'yicha shuni o'ylayapti. Hozir boshqa zamonga mush jarayonda bir purani bankada yiroqlashtirish, qarz olishda, ikkinchi purani bankada yiroqlashtirish, omonat qo'ygan pulni ciddi paytda, ya'ni bankalarning beshig'i ciddi payt yetib kelganda, ya'ni shu bankadan pul talab qilish. Hatto banka gumron bo'lsa, uningga omonat qo'ygan pulni to'latib olish to'g'risida fuqarolarni bir og'iz gap qila olmaydigan darajaga tushirish uchun bugun Jonan Xayning o'ylab topgan chorasi planliq iqtisod egiligi, ya'ni sotsializm davrida biz Jungo fuqarolarni qandoq boshqurgan bo'lsak, hozir ham shundoq boshqurishimiz kerak degan yerga yetibdi vatandosh. Endi 3 yillik ocharchilik deganimizni sizlar buni bilasizlar, vatandoshlar, anglagan biz so'z degani yo'q sizlarga bu to'g'rida. Bu ocharchilik degani Xudo keltirmasin. İnsan balasining beshig'i yoki har qanday davlat keltirmasin. Uning ichida Jungoning aytganda hozir Jungoga mustamlika bo'lib yashayotgan Tibet Uyg'urdek millatlar bor keltirmasin vatandosh. Shu zamonlarda ocharchilik beda hayvan yeydigan beda, biroq buning ko'ki maysilab chiqqanda, bixlab chiqqanda Uyg'ur xalqi cho'chur etib yeyishga bek amroq, ambak jumran shunday isil taom bo'ladi uning biza. Biroq beda o'sib bir ishga g'irish yetgandan keyin tugida ham bu hayvonning rizqi bo'ladi vatandosh. Shu vaqtda ocharchilik yillarda aşı bedini urib, ekilib, qing'roq bilan so'qib, kepakka aralashtirib, tonurga yaxshi tonurda to'xtamaydi. Hargiz to'xtamaydi. Shunga o'choqqa tavuqni solib, tavuqni pishirib, o'quvchilarga tomoq o'rnida bergan edi vatandosh. 59, 60, 61-yillar. O'quvchilarga tomoq o'rnida bergan edi vatandosh. Ocharchilik. Ondan keyin supurgi qo'noq. Bu qo'noq ikki xil bo'ldi. Biri ko'mma qo'noq, yana birisi oq qo'noq, uchinchisi supurgi qo'noq. Supurgi qo'noq deganda maqsad supurgini bog'labla ishlatadigan asbobdagi uning deni va umi qo'noq. Aşı danni elib, supurgi qo'noqni elib, unga aylantirib zavodga tortib, aşıningda tomoq yoki non pishirib, tavuqni non pishirib, biz şu vaqtki o'quvchilar turmushida dehqonlarning ko'rayotgan kunini o vaqtida o'ylab yetolmaysiz. O'ylab yetolmaysiz. Bir oyligingiz 8 so'may. Bir oyligingiz 14 jing normalik 14 jing ochliq beradi. 14 jing ochliq 800 gram yoki 500 gramdek so'may. Shuning bilan bir jonga shundoq bo'lsa, Adamda yaş adamның tamaq iştihası qandaq buludu, qariganның iştihası qandaq buludu, balalarның iştihası qandaq buludu, farq etəməysiz. O qoşaq açqanda kirib yeyiş kirək. Lekin el içiga bir açarçılıq kirib kesse, elde aldığınızı yeydiğen tamam tayya turgan aletimi. Yani siz açarçılıq his qilisiz ki, aşı taamga vahşilik öyle etilib durursunuz vatandaş. Nerede undaq eş hazır ben bunu tasvirlep verdim sizlerime taamga etilib duruş degen açarçılıq. Şayar naizdi 5000 adam açarçılıq bir vaqtla. Uyg'uristonning Aqsu viloyati Bay nahiyasida 20 000 adam. Bu 20 000 adamning vafoti Talqan tökdü çağı. 9. ayda açarçılık bulduğu şulamdı vatandaş.
9. ayda usulni yig'idigan vaqt. Şu vaqtda ocharchilik qilamdi. Yo'q. Şu vaqtda Baynaisning Xitoy boshliq Xayriy degani maxsus Uyg'urlarni o'ltirish, ocharchilikda o'ltirishchi, ashunda 6 jingdan, 7 jingdan, 14 jingdan ochliq berib, Uyg'urlar yeydigan taom yo'q. 20 ming Uyg'ur kishi Baynaisida ochliq iskilotining tamiga esilib turib, açlıkta ölgen idi vatandaş. Keyin o Xayriy degende Abdunam Rayliq Palla Akademiyasiga ma'un başlık kılıp götkep geldi. 20 ming adamni öldürgen. O vaqtida Xayriyni degan so'zi biz uzun seferge manganda 25 ming yolluq uzun seferde aç kalganda atның tuyoqlarini tashlab etgan süngeklerini qayıntip işken edik, sizler için bu iş gap emas. Sizlermi körüp bakаңlar açarchilik qandaq buludu. Muşu sözün ağızdan çıkarıp aytqan edi Xayriy degan adam. Endi süngekni qayıntip işe şu işi cüngülükning özünün asli adeti vatandaş. Onun uzun yolluq sefer peper bilan hech qanday aloqasi yo'q. Shuna qilib Uyg'urlarni ashundaq 20 ming Uyg'urni açarchilikda ashundaq o'ltirgan. Ondan başka Uyg'uristonning joy-joylarida açarchilikda o'lgan salni hozir bir Xudoning daftariga yozilganda vatandaş, boshqa odam bilmaydi. Hatto biz o'quvchilarning ichida shunday hazil qilishadi ekanki, kommunat, o vaqtda kommunat deydi, kommunatdan bergan etib bergan bir nonni ekilib, shuna portmanga pul soldigan qopchiq bor, shu nonni ash qopchiqning ichiga selib ekiladi. Müşinçilik var. Tokunun közüdek deseniz bulunuyor da. Aşın yap adamlar bir gün sağırıp, eşip başına tatırıp birbirimizi karışıp oltırattık vatandaş. Biz okuğucu devrimiz. Açarçılık benim şimdi. Hazır davatı da bir yerde. Nemdeydi bu? Bunu yazgan kişi Reis Xi Jinping partiye alak kıldık. O oylavatkanı açarçılık yetip geldi, pura ölüdü, o bu degen gap emas. Partiyanın hayatı qandaq man oylavatkan gap hazır. Bu xabarni bergan Ümit Sadası televiziyasi 6. ayının 4. günü yuttu. Yetip geldi dunyoga, düngoğu hazır açarçılık. Bankının ahvalı u yoqda, öy imarat sodisi bu yoqda. Vatandaşım. Hazır endinin tüpülep açarçılık yetip keladigan bolsa, Xudo saqlasin açarçılıktan. Endi bugün sizlarga so'zlagan leksiyamizda 5-dagi birinchi so'z ahamiyatli, ya'ni birinchi nima bir abzas mazmun ahamiyatli bo'ldi-da bu. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Beyjingni, Ürümchini, Qashqarni ziyorat qildi. Hakan Fidan bu yıl 3. ayının 7. 8. günü Tashqi ishlar ministri Türkiye'nin Amerika Qo'shma Shtatlarida ziyoratda bo'lgan edi vatandaşı. Bugungi leksiyamiz shu muhokama mana shu. Shu vaqt bo'linglar vatandaşlar.